Inson kamoloti bilimdan boshlanadi. Bilimning sifati esa avvalo o'qituvchiga bog'liq. O'qituvchilarning malakasini oshirish, tajribalarni rivojlantirish esa pedagogik mahorat markazining zimmasida. Bugun ushbu markazning direktori ko'rsatuvimiz qahramoni. Uning mas'uliyatli ishi hamda bosib o'tgan yo'llari haqida birga tanishamiz. Tursunon aka, ta'lim tizimiga kirib kelganingizga 26 yil bo'libdi. Har bir inson bir kasbni tanlashdan avval aniq maqsad va rejalari bo'ladi. Sizni qanday maqsad rejalar bu sohaga yetaklagan? Albatta, hamma insonni kelajakda o'zining orzusi, maqsadi va kelajakda kasb tanlash imkoniyati bo'ladi. Men Andijon viloyati Xo'jaobod tumani Ko'tarma qishlog'ida dunyoga kelganman. Ko'tarma qishlog'imda 19-maktabda bilim, ta'lim olganman. 1995-yil maktabda 11-sinfini tamomlaganimdan so'ng maktabda o'qib yurgan paytimda ingliz tili, rus tili fanlar olimpiadasiga doimiy qatnashib kelganman va xorijiy tillarga qiziqishim bo'lganligi tufayli men o'ylanib Andijon tillar pedagogika oliygohiga institutiga hujjat topshirganman va o'sha yili 4 yillik bakalavr ta'lim O'zbekistonimizda joriy etilganida test orqali davlat grantiga institutga talabalar safiga kirganman. O'sha paytda Inyaz deb yuritilgan bo'lsa, institutning nomi rektori akademik professor Umar Hajayev domla bo'lardi. Shu insonni suhbatiga kirganimizda, ya'ni talabalar bilan har hafta suhbat qilardi. Har suhbat qilganda o'qituvchilikka bo'lgan mehrim, o'qituvchilikka bo'lgan ishqim kundan kunga oshib borgan. Chunki u odamni gapirish san'ati, insonlarga bo'lgan muomalasi, o'zi rektor bo'lib turib, har bir talabaga shunaqa bir mehr bilan har bir gapirayotgan gapiga go'zal urg'ular qo'shib gapirib, o'zi bevosita pedagog shu bo'lsa, demak eng ziyoli, eng madaniyatli, eng ma'rifatli inson shunaqa bo'lar ekanda, kelajakda men albatta pedagog bo'laman degan ishtiyoq birinchi kursda o'zida juda menga qalbimni yashnatib intilish boshlangan. 4 yil mobaynida ingliz tili yo'nalishi bo'yicha tillar institutini tamomladim. Yaxshi baholarga tamomladim. Yaxshi professor o'qituvchilardan saboq oldik, darslar oldik. Ingliz tilidan dars berish uchun tumanimizda 2-sonli maktabi bo'lardi, rus tiliga mansub. Men shu maktabga ishga kirishga harakat qildim. Mustaqil holatda diplomimni olib maktab direktoriga bordim. Maktab direktori samimiy holatda kutib olgan, menga dars yo'qligini aytdi. Dars yo'g'ini hozirgi kunda jinday kech keldingiz, dars bo'lim bo'luvdi, lekin sizga boshqa ish taklif qilaman agar ishlasangiz deb yoshlar yetakchiligini taklif qilgan. Men o'ylamasdan ishlayman deganman. Sababi dars beramanmi, boshqa lavozimda ishlaymanmi, men pedagog jamoada va bolalar bilan
ishlashga ishtiyoqim bo'lgani uchun o'ylamasdan shu ishga kirdim va kirganimdan keyin men o'ylagan narsalardan ko'ra maktabda judayam beqiyos ish ko'pligini ko'zim bilan ko'rdim. Dastlab mana shu katta jamoada o'rin topishingizda va yoshlarni qalbiga kirib borishingizda sizga kim kuch berdi? Maktabga kirganimda u yerda direktordan tashqari Feruz opa degan zavuch bo'lgan. O'zini farzandiga qaragandek judayam yosh pedagog bo'lganim uchun har kuni yangi yo'nalishimni tushuntirardi. Bu holatda ishlashingiz kerak, bu holatda ishlashingiz kerak deb. Ayniqsa to'garaklarga qatnashayotgan o'quvchilar bilan ishlash jarayonida bolalarni mehr berish holatida yaxshi gaplar bilan ularni doim rag'batlantirishni tushuntirgan. Bilasizmi, bolaga qattiq gapirgandan ko'ra bolaga mehr bilan gapirib va uni xatolarini to'g'ri tushunchalar bilan, rag'bat bilan tushuntiradigan bo'lsangiz, bolada o'sish bo'ladi. Va ular bilan erishgan ilk natija, yutuqlar qanaqa bo'ldi? O'sha paytlarda har xil maktablarda orasida tanlovlar bo'lardi. Yosh vatanparvarlar bo'lardi, bilsangiz, eslasangiz shu davrlarda. Men maktabimizda 9-chi, 10-chi, 8-sinf bolalardan terma qilib jamoa tuzib, yosh vatanparvar, yosh o't o'chiruvchi, shunga o'xshagan ko'rik tanlovlariga o'quvchilarimizni tayyorlab va bu yerda biz birinchi o'rinda olib kelganimizda jamoa bilan ishlashni zavqi, bolalardagi ruhiyati, shu yerdan olib kelgan faxrli yorliqlarimiz, mukofotlarimiz, ularni ota-onasiga bolalarini kelganda mana sizni farzandingiz shu ko'rik tanlovda ishtirok etib birinchi o'rinda oldi jamoasi bilan degan narsani yetkazish qanchalik quvonchligini. Shu yerda ota-ona ham sizga shu farzandini yutuqlaridan zavqlanib, maktab ma'muriyatiga, o'qituvchilarga rahmat aytayotgan paytda haqiqatda to'g'ri yo'l tanladim. Men kelajak farzandlarimni o'stiryapman. Men kelajak farzandlarni bir qadam bo'lsa ham oldiga chiqarishga mehnat qilyapman degan ichingizdagi baland ovoz sizni g'ururlantiradi. Yanada muhabbatingiz oshadi, yanada o'qituvchi bo'lganingizga shukrona keltirasiz. Jamoamda erkak kishi o'qituvchilar ham juda ko'p edi va albatta har bir qiladigan ishini o'quvchi bilan ishlash uchun ular ko'p o'ylanib, tayyorgarlik ko'rib, tayyorgarliksiz hech qaysisi bitta ham sinfga kirganini ko'rmaganman. Va maktabimizni obro'si shu bilan doim tumanda oldi turardi o'sha paytda. Siz faoliyat boshlagan paytingizda o'qituvchilarning yuklamasi ko'p, lekin oylik maoshi bunga yarasha emasdi. Ochiq aytish kerak. Lekin bilaman, o'qituvchilar bu kasbni moddiy manfaat uchun yoki qanaqadir bir ehtiyoj uchun tanlamaydi, to'g'rimi? O'quvchilarni, farzandlarni kamolga yetkazish, ularni bilimini oshirish ustoz uchun katta mukofot. Sizda qanaqa bo'lgan bu jarayon? Dadam rahmatlidan qo'ygan velosipedim bo'lardi. Ish joyim, turar joyimdan 4,5-5 kilometr uzoqlikda. Ertalabda shu velosipedda minardik. Yo'lkirani jinday bo'lsa ham iqtisod qilish uchun maktabga kelgandan keyin ishlab mosh olardik. Haqiqatda moshimiz juda oz bo'lardi. Uyga yangi ro'zg'or, kartoshka olib kelsak, sabzi olib kelsak, go'shtga pul qolmagan kunlar ko'p bo'lgan. Oshna og'aylarimiz bir joyga o'ynagani boradigan bo'lsa, ularga qo'shilolmay qolgan kunlarimiz bo'lgan. Lekin ming shukr prezidentimizga ming rahmat. Hozir eng kami 5 million, 6 milliondan o'qituvchilarimiz oylik olyapti. U davrlarda eslasangiz yuklamalar shu darajada ko'p bo'lardi. Maktabdan keyin yigitlik burchimni bajarish maqsadida armiyaga bordim. U yerda 1 yildan ochiq xizmat qilib, yana ta'limga qaytgan paytimda Rayonga ingliz tili metodistligiga taklif qilishdi. Yuqorida aytganimdek yuklama ko'p edi.
metodist bo'lganingizdan keyin tumanda 37 ta maktabni hammasini aylanib ularga metodik yordam ko'rsatish vazifalari bo'lardi. Berayotgan oylikda yo'l keragi sarflash holatlari bo'lgani uchun uzoq joylarga mashinada borsak ham, lekin tumanda yaqin maktablarga yuqorida aytgandek shu velosipedimda har biriga borib metodik yordam ko'rsatib faoliyatimni olib borardim. Shu payt nima dalda bergan sizga? Kasbimga bo'lgan muhabbat, yuqorida aytgan insonlarimdan olgan motivatsiyalarim, men ham O'zbekistonda ko'zga ko'ringan o'qituvchi bo'laman. Har bir inson meni muallim deb tan oladi degan ichimdagi o'zimni g'alayonim bo'lgan va doim bu g'alayonim o'zimdan ustun turgan. Yaxshi pedagog bo'lish uchun yangilikdan qo'rqmadik. Doim harakat qildik. Ta'lim tizimida nima yangilik bo'lsa, qayerda tanlov ishtirok bo'ladigan bo'lsa, o'zimizni shu sohada o'qib, urinib, urib ko'rdik. Mag'lubiyat kunlari bo'ldi, g'olibliklar bo'ldi. Mana etap mana 5-jamoam, hozirgi rahbarlik qilayotgan 5-jamoamda ishlayapman. Aytmoqchimanki, haqiqiy pedagog bo'laman degan inson bolalarni sevish kerak, o'quvchini sevish kerak va millatini, davlatini kelajagi porloq bo'lishiga pedagog ishonish kerak va shunga yarasha mehnat qilish kerak. Shu holatdan kelib chiqib aytaman, pedagog yangilikdan qochmasa, o'z ustida ishlasa, bizni o'qigan paytdagi ta'lim bilan hozirgi zamon berilayotgan ta'lim juda ham katta farqi bor. Matematika hisob kitobida biz o'qigan davrlarimizda 3 yoki 4 sonli o'qigan bo'lsak, hozirgi kunda 5-6 sinf bolalar milliardlarda hisob kitob qilyapti. Shuning uchun shuncha progress, shuncha o'sish bo'layotgan jarayonda pedagog o'zi to'xtab qolish kerak emas. Mana hozir mahorat markazida direktorlik qilaman. Bu yerda viloyatimizda salkam 44 mingga yaqin odam malaka oshirib ketadi. Agar meni professor, dotsent o'qituvchilarim ustida ishlab kirmaydigan bo'lsa, bu yerda oliy toifali, birinchi toifali juda ham kuchli o'qituvchilar keladi, malaka oshirgan. Biz ularga yangilik bera olmaydigan bo'lsak, bular qanaqa qilib bizni farzandlarimizga, kelajagimizga yangilik olib kiradi? Har kuni turib yangilikni eshitamiz. Har kuni turib dunyo xabarlarini eshitasiz. Ta'lim sohada nima o'zgarishlar bo'lyapti? Mana Avloniy instituti tomonidan, vazirligimiz tomonidan yangi modullar ishlab beradi. Modullarni bu yerga kelib seminarlar qilib o'rganamiz o'qituvchilar ichida. Darslarga puxta, go'zal holatida tayyorgarlikni ko'rib, keyin darsga kiramiz. Kelgan o'qituvchi chiqib ketayotgan jarayonida rahmat, malaka oshirish, ya'ni mahorat markazida ko'p yangilik eshitdik desa, shunda qalban xursand bo'lamizda va hozirgi kunda biz to'g'ri yo'lda ishlayotganimizdan o'zimiz quvonamiz. Agar ketayotgan o'qituvchi rahmat aytib ketmaydigan bo'lsa, demak biz shu oy ishlamagan bo'lamiz. Biz yangilik bera olmayotgan bo'lamiz va jamiyatga foydadan ko'ra zarar olib kirdik degan xulosaga kelsak ham bo'ladi. Lekin ungacha bunday vaziyat kuzatilmadi va bundan keyin ham kuzatilmaydi. Chunki bizning maqsadimiz bor. Biz maqsad sari intilamiz. Va bugun bu jamoada bosh shior nima? Jamoamizda bosh shiori yangiliklarga intilish. Sababi yuqorida ham aytib o'tdim. Bu yerda maktabdan keladigan o'qituvchiga yangilik bermaydigan bo'lsangiz, bu yer qiziq bo'lmaydi. Shuning uchun har bir o'tayotgan darsimizni mahorat bilan, fayz bilan, madaniyat bilan o'tishga harakat qilamiz. Va o'qituvchi chiqib ketayotganda, o'zi shunday qilib dars o'tish kerak ekan u. Nimaga men shu kungacha bu darslarni bunaqa qilib o'tmadim degan savolni o'ziga berishga majbur qilamiz.
yuqorida aytganimdek ilhom degan narsa hamma inson qayerdandir ilhom oladi. Bu yer o'qituvchilar uchun ilhom manbai. Shu yerdan ilhomlanib keladi. Rassomlarimiz keladi maktabda. Kuchli rassom o'qituvchilarimizdan dars oladi, ilhomlanadi. Ona tili adabiyot o'qituvchilari keladi. Haqiqiy professional o'qituvchidan dars o'tish saboqlarini oladi. Yana ilhomlanadi. Matematiklar keladi, teoremalarni yechish, har bir yo'nalishlari bo'yicha savol-javoblarda qisqa lo'nda javoblarni olishdi. Bu yerda qaytadan o'rganishadi, yana ilhomlanadi. Informatika o'qituvchilar kelib, zamonaviy hozir informatikada nima yangiliklar bo'layotganini bu yerda o'rganadi. Vaholanki xulosa nimada? Natija bular borib maktabdagi kelajagimizga o'rgatadi. Bizni farzandlarimizga O'zbekiston farzandiga o'rgatadi. Lekin bizni o'quvchilarimiz dunyoda hech kimdan kam emas. Maktablari zamonaviy. Hozir har biri sun'iy intellekt bilan ishlashni o'rganyapti. Robototexnika. Agar bizni o'quvchilarimiz bilim darajasi pastroq bo'lsa, shaxmat bo'yicha dunyo chempioni bo'lmasdi. Boks bo'yicha sport yo'nalishlarimizda boks yo'nalish bo'yicha mana dunyoda egallayapmiz. Ana yaqinda ko'rdik, bir qizimizni 8 ta yo'nalish bo'yicha oltin medal oldi. Zavqlanasiz. Bir qizimiz Germaniyada nemislardan ham nemis tilini yaxshiroq bilishini isbotlab keldi. Va bu muvaffaqiyatlarning bir uchida sizning mehnatingiz ham bor bugun. Yo'q. Butun pedagoglarning mehnati bor. Butun jamoa pedagoglarni va davlatimizda bo'layotgan hozirgi kunda ilmga, fanga, ma'rifatga bo'layotgan katta e'tiborlar hozirgi kunda sabab bo'lyapti. Mana Andijonda keling, misol qilib olaylik. Andijonda ta'limga juda ham katta e'tibor bor. Viloyat hokimidan boshlab har bir inson ta'limga e'tiborli. Menga yoqadigan tarafi nimada? Viloyat hokimi har bir maktab direktorining ismini biladi va maktabning holatini biladi. Hokimlik soatlar paytida, seni maktabingda nima bo'lyapti bu ish deb so'raydi. Agar hammamiz ta'limga e'tibor beradigan bo'lsak, biz Singapur davlatidan qolishadigan joyimiz qolmaydi. Yana xursandchilik bilan aytaman, mana prezidentimizning 231-qaror chiqqanidan keyin moddiy bazalarimiz malaka oshirishda shu mahorat markazlarining moddiy bazalari 3-4 milliardga yana boyidi. Hozir 83 milliardga yangi bino qurib beryapti, yangi Andijonda bizga. Bir kelganda 1100 pedagog malakasini har oy oshirib chiqadigan 5 qavatli bino qurilyapti. Endi mas'uliyat 2 hissa oshar ekan. Mas'uliyat 10 hissa oshadi desa ham bo'ladi bu holatda. Endi shunday sharoit yaratilyapti. Xonobod, Ulug'nor kabi Bo'z tumanlari shunga o'xshagan uzoqdan keladigan pedagoglar uchun 200 o'rinli yotoqxona, alohida uning ichida oshxona, kutubxonalar, Avloniy instituti qanday holatda bo'ladigan bo'lsa, Andijonda mahorat markazi ham shu holatda qurilyapti. Tursunon aka, yuqorida o'zingiz ta'kidlab o'tdingiz, har bir pedagog yangilikka intilishi kerak va o'z ustida tinimsiz ishlashi kerak. Bugun siz shaxsiy rivojlanish uchun qanday mexanizmlar ustida ishlayapsiz? Qolaversa, mana ilmiy yo'nalishda ham sizni ko'plab uslubiy qo'llanmalaringizni ko'rdik va e'tiborimni tortgani ta'lim menejmenti. Siz uchun ta'lim menejmenti o'zi nima? 50 yoshga kelayotgan bo'lsam ham hozir magistraturada o'qiyapman. Undan tashqari mana ta'lim menejmenti yo'nalishi bo'yicha o'quv qo'llanmalar, umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilarini maktabgacha ta'lim tarbiyachi ta'til kunlarida va bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish bo'yicha uslubiy qo'llanma. Mana uslubiy qo'llanmamizni chiqardik. Bu asosan mana dolzarb 90 kunlikda bolalarga har kuni bir xil, ikki xil o'yin o'ynatmasin deb 90 kunga oid nima o'yinlar bor deb tavsiyalarimizni maktablar uchun yoritdik. Ta'lim menejmenti yo'nalishi bo'yicha hozirgi kunda rahbar odam
qanday bo'lishi kerak? Birinchi navbatda rahbar odam jamoani tinglay bilishi kerak. Yuqoridan nazar qilish kerak emas. Pedagog xodim bilan suhbatlashganda uni dardini, uni yutuqlarini, uni quvonchini yoki g'amini bilib baham ko'rishni rahbar o'rganishi kerak. Bizni jamoada shunday narsa shakl qilingan. Bizda baland ovozda gapirish yo'q. Har bir jamoamizda har bir odam bir-biriga mehrli va hech qachon salomga kanda yo'q. Har doim kelayotgan o'qituvchilarimizga ham namuna bo'lish uchun salomni doim har bir insonga berishga harakat qilamiz va madaniyatli holatda qaysidir o'qituvchi ozgina xato qilishi mumkin, lekin uni so'kish yoki uni dilini ozoriga yetkazib uni o'nglab bo'lmaydi. Uni qalbiga go'zal, chiroyli so'z bilan malham bo'lib shu muammoni hal qilish mumkin. Sababi uydan chiqayotgan paytda qaysi kayfiyatda chiqayotganini hech qaysimiz biz bilmaymiz. Balki farzandi og'riyotgandir, balki oilasida bir yomonroq bir holat bo'lgan bo'lishi mumkin. U kelsa-yu rahbari uni undan battar qilib kutib oladigan bo'lsa, unda jamoada mehr bo'ladi. Pedagog bu rassom sifatli odam. Kayfiyati qanday bo'lsa, musavvirda u kayfiyati qanday bo'lsa, shunday asar yaratadi. Shuning uchun biz musavvir pedagoglarimizni kayfiyatini baland qilib, maktablardan keladigan pedagoglarga yaxshi kayfiyatda dars berishga harakat qilamiz. Demak, bu qo'llanmalarda ham ayni jihatlar yoritilgan. Bu qo'llanmalarda faqat madaniyat, rahbarning madaniyati, etikasi, estetikasi va insonlar bilan qanday gaplashish, darslar tashkil qilish jarayonida nimalarga ko'proq e'tibor berish, kichkina muammolarni katta muammoga aylantirmasdan ashirni o'zida barham topish yo'llarini o'zimizni 26 yil faoliyatimizda tajribamizda kelib chiqqan holatda yozgan kitobimiz, qo'llanmamiz. Shunda joizga kelib qoldi, buni aytmasam bo'lmaydi. Bizni Xo'jaobod tumanimizda hokimi bo'lgan hozir ham mana viloyatimizning hurmatli insoni Oxunov O'ktam Nabiyevich ustozimiz bor. Hokim inson o'zi maktablarga shunday piyoda kirib, har bir o'quvchi bilan so'rashib, suhbatlashib, oxirgi o'qigan kitobingiz qaysi edi, nimani tushundingiz, maktabingizda nima muammo bor deb shunday bir inson bo'lgan. Shu odamda ham hayotda juda ko'p motivatsiya olganman va hozirgi kunda ham olib kelaman. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin ustozimizni. Demoqchimanki, izlanishdan hali to'xtamayapmiz. Mana 1-oktyabrda o'zimiz kutmagan holatda vazirligimizdan chaqirib xalq ta'lim fidoyisi berdi bu yil. Bilasizmi, Toshkentga borgunimcha nima uchun ketayotganimni bilmadim. Shu yerda chaqirib rag'batlantirish holati bo'ldi. Ha, demak shu rag'batni ko'rgani kelib bizda, shu tadbirni ko'rgani kelib bizda degan ma'noda o'tirdim. Shu paytda chaqirib 26 yil pedagogik staji bilan hozir qilgan mehnatlari uchun xalq ta'lim fidoyisi bilan Turg'unov Tursunali Tolibjonov taqdirlanadi deganda shu tomog'imga bir narsa keldi. Bevosita ko'zimga yosh shu darajada keldi, to'xtatishdi. Iloji bo'lmadi. Davlatimizga, jamiyatimizga rahmat. Har bir fuqaroga, har bir insonga qilayotgan mehnatiga yarasha e'tirof berayotgani uchun katta rahmat. Qahramonimiz bugungi kunda ta'lim tizimiga o'z mehnati bilan, hissa qo'shish bilan bir qatorda farzandlarini ham jamiyat uchun kerakli kadr sifatida yetishtirmoqda. Ya'ni 3 farzandining barchasi otasidan andoza olgan holda ilm yo'lini tanlagan. Tursunali aka, bugungi kunda farzandlaringizni o'qishi muvaffaqiyatlari haqida ham gapirib o'tsangiz.
3 farzandim bor, 2 o'g'il, 1 qiz. Hozirgi kunda 2 o'g'lim Birlashgan Arab Amirligida neft gaz yo'nalishi bo'yicha o'qiyapti. Ularni yoshligidan ingliz tiliga qiziqishi bo'lgani uchun ingliz tilini o'rganishda, hattoki qishlog'imizda ingliz tili kurslarini ochishib, 2 aka-uka mahallamizni bolalarini ingliz tilida o'qishga harakat qildi va o'zlari onlayn dastur bo'yicha imtihonlar topshirib, hozirgi kunda Birlashgan Arab Amirligida neft gaz sohasida bilim olishyapti. Qizim 11-sinf o'quvchisi, u meni yo'nalishimni tanladi, kelajakda pedagog bo'lishda istagini bildirdi va ingliz tiliga hozir juda qattiq o'rganyapti. Ustozlarga borib, maktablarda o'zi ustozlardan darslar o'rganib, tayyorgarlikni puxta qilyapti desam ham bo'laveradi. Umuman ularga asosan qanaqa o'zingizni tajribangizdan kelib chiqib tavsiyalar berasiz? O'g'illarimga meni otam menga nima o'rgatgan bo'lsa shuni o'rgataman. Dadam rahmatli har doim nimaiki ish qilsang, sidqi dildan, yuragidan qil va u ishning natijasini kut va albatta senga juda katta baraka beradi deyar. O'g'illarimga yoshligidan shu narsani har bir nimaiki ish qilsang, u kichkina ish bo'ladimi, katta ish bo'ladimi, chin dildan qil, yurakdan qil. Va albatta Xudoyim uni natijasini beradi degan. Hozirgi kunda neft gaz sohasiga qiziqishyapti. Undan tashqari u yerda ular ishlaydi ham. Hozirgi bunday aytganda zamonaviy uylarda sotishi bo'yicha dillilik ham qilishyapti. Bu shu ingliz tiliga yaxshi gapirishidan dalolat va hozirgi kunda bir yigitga 40 hunar oz degandek, albatta kontrakt degan narsalar bor, o'zingiz bilasiz. Mustaqil holatda o'zlari qoplayapti. Har doim ham shu naqlga o'zim ham amal qilaman, doimo nimaiki qilsam yurakdan qilishga harakat qilaman. Xoh undan foyda bo'lsin, xoh foyda bo'lmasin. Yurakdan qilgan ish har doim o'zini go'zal samarasini beradi. Qahramonimiz uchun rahbarlik buyruq berish emas, balki o'rnak ko'rsatish. Oilada ham, jamiyatda ham, jamoada ham. Va mana shunday mas'uliyat bilan ishlayotgan qahramonimiz ta'lim sifatini rivojlantirishga ma'lum ma'noda hissa qo'shyapti.